Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Jumagul, armiyadan kelishimni kutolmabsan-da. Armiyadan kelib sovchimni jo'natmoqchi edim. Uylanmoqchi edim senga. Mayli, baxtli bo'linglar. Jumagul, to'yimga kelolmaysiz deyodingmi? Mana keldim-ku. Endi uraveringlar. Bang. Aka nima ish qilish kerak? Uyda yiroq darish kerak. Faqat tekinga. Bu oni Instagramdagi Ihsonchi aka bo'lsa kerak. Nariroqqa borib qo'limga pul berib ish yo'q aka deydi. Ketdi aka, ketdi. Hozir shunday magazin kelib chiqay 1 minutda chiqaman. Xo'p aka, xo'p. Hozir magazinda bir dunyo produkt qilib chiqib, oling aka mashinani olib keting. Uyingizdagilar mehmon qiling desa kerak. Baxtimga oltin xumo qish qo'ndi. Ha, Produkt emas, lalaku tagligini oldim farzandim. Sifatli-da bu, yumshoq, botmaydi, namlik o'tkazmaydi. Zo'r-da bu. Tushunarli. Mana. Mana shu yer, tushunyapsanmi? O'ntarish kerakmi? O'ntarish kerak emas, og'darish kerak. Rostdan ish qilaman. Masalan, nima gaplashib o'tirishga chaqirdimmi? Bor. Atayin sabrimni sinayapti. Hozir qo'limga pul berib, mana shu pul sizga aka deydi. Sabrdagi sariq oltin. Ey, tezlashay. Xo'p, aka, xo'p. Aka, ishlarni tugatdim, bo'ldi. Bo'pti, rahmat, bor ketaver. Haligi Tekin degan mana. Aka, bo'ldi. Yomon qiladi, mana shular. Hozir orqamdan chiqib qo'limga pul berib yoradi. Ana chiqdi. Sekiroq yurib turay, yetib olsa, bir orqamga qaraychi nima qilyapti ekan. Uyga kirib ketyaptim. Pul olgani kirib ketdi. Ana hozir chiqadi. Menimcha orqamdan kuzatib kelyapti. Uyim qayerdaligini bilib olmoqchi. Hozir aniq uyimga kelib eshigimni taqillatadi. Akamoni pulni oling, juda ham sabrli inson ekansiz deydi. Keldi. Aka keldingiz o'zi siz o'ylab turdim. Bilardim kelishingizni qidirib aka meni. O'g'ri, lapatkam nima o'g'irlab ketding? Qaysi lapatka aka? O'sha yer o'ntargan lapatka. Men deganim, yo'q aka. Agar ertaga uyimga borib bermasang, basharangni buzaman, tushundingmi? Menimcha lapatkani bahona uyiga chaqiryapti. Borsam katta surpriz qiladi. Ertaga yangi lapatka olib uyiga boraman. Assalomu alaykum boy aka. Lapatkangizni olib keldim mana. Nima qildim men sizga? Men kitga oydi-ki, bu sapga o'ylapatka, qani lapatka? Yo'q, to'g'ri. Qani lapatka? Qaydan bilaman men sizni? Qani buni lapatkasi? فانتانشكس دلفينم محطوب سيز anti friz. Menga qarab. O'landa akajon. Voy boshqaga aytayapti-ku. Birat mahallada baqir-chaqir qilmang, chelabeklar tinchini buzyapsiz. Nima deyapsan, ey Bardovoy? Mahallamiz tinch bo'lsin deyapman, birat. Sog' bo'lasiz. Radmoy, Jamila emas, Jamilu, birat. Nima yangiliklar hayotda? Radmoy lezgin ko'rganmi? Yo'q, zo'r qaribdi, babro, bitta ko'raylik, jigar. Davay. Qalejga Zo'r jigar, faqat men buyruq bergan narsani tanib bajara olmayapti-da. Meni miyam kuchli-da, geniyman, Radmoy. Haqiqatan geniy ekansan. Hali o'g'li zo'r bo'ladi, shunchasi oson bo'lmadi. O'rtachalar zo'radi, qiladi. Bo'ladi. Birat. Qisib ketyapsan? Ha, shunaqa qilib ketyapman. Sog' bo'lasiz, hop. Alo. Yaxshimisan? Ikkita latta kerak. Birat. Nima xizmat, birat? To'xtab tur, qaytarib yuboraman. Buni ko'ryapsanlarmi? Pichoq yeganmiz, birat. Appendis olganman. Mani Ali Pabratskiy desa hamma taniydi. Senlar hozir buni yurmalaring, ota-onaga xizmat qilib, pul topib, soqqa topib, ish bilarmonliklar qilmaysanlarmi? Senlar bu yurishingda g'olib bo'ldim deb o'ylashma. Senlar bir paytlar yutgansanlar. Millionlar ichida g'olib bo'lib dunyoga kelgansanlar. Baqa. Aka, o'zimizkidan bitta bo'lsin.